Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi reyslarimiz Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Chelyabinsk, Toshkent Uralsk, Toshkent Aktobi, Toshkent Tuman chiqayotgan reyslarimizni amalga oshirib avtobuslarimiz pasajga qo'ygan. Turkiyadagi avtobuslarimiz yangi avtobuslar, Yutong avtobuslar. Haftada 2 marta seshanba va juma kuni Abu Sahiy avtovokzaldan chiqadi reyslarimiz. Salonda ichki holatlarini sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rib turganlarda salonda ichki holatlari, televizor, monitorlarimiz bor. Bemalol shoplarimiz televizordan qo'yib beradi. Millionda ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Rushnoy kladka joylarimiz bor. Mana tepadan rushnoy kladka joylarimiz bor. Rushnoy kladka qo'yib ketaveradi. Yeb ichadigan narsalarni. Qulayliklari avtobusda mana akalar bemalol yotib ketsa bo'laveradi. Hech qanaqa mana qisilib oyog'inglar ketmaydi. Bemalol samolyotda ketaverasizlar. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Hamma avtobuslarimiz shunaqa, hamma направленияларga. Kimga shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa, Toshkentdan Yekaterinburg, Toshkentdan Chelyabinskga boradiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.